Qizlar keyin ham narsani aytib o'tay. Narxini rosa ko'pchilik so'rashyapti-da. Mana shu turishi o'zi 200 mingdan to 300 minggacha bo'lar ekan. Bu hozir necha pul aniq bilmayman, chunki buni menga hadya qilib berib yuborishgan. Bir 250 ming atrofida bo'lsa kerak. Yana nima demoqchiman? Agar men bu korobkasi bor, mana korobkasini razmeriga qarab narxi o'zgarar ekan. Shuning uchun bundan ham arzonroqlarini yasab beraveradilar. Agar xohlasangiz bundan ham kattasini yasab beradilar. Bu ham juda ham chiroyli-da. Mana bu turadi, bu ancha vaqt turadi. Shunday dekor bo'lib, tipa uylarda, xonanglarda chiroyli narsa bo'lib turadi-da. Suvni ham qolmaydi, hech narsa qilmaydi. Agar keyinchalik ishlatib yuboraman desanglar ham, sovunni ishlatsanglar ham bo'ladi, misol uchun. Hidi va rosa ham chiroyli. Hozir xonam to'la gul bo'lib ketdi. Hozir men sizlarga hammasini bittalab ko'rsataman. Mana qaranglar. Ko'ryapsizlarmi? Mana mening xonam, orqalari hamma yog'i gul. Mana men bu yerdan qaranglar, mana gullar bilan to'lib ketdi.